Yashash uchun kurash va uning turlari. Sizlar kundalik hayotda qoqo't, ituzum, uy pashasi, baqalar va boshqa hayvonlar, o'simliklar o'zidan ko'p nasl qoldirishini kuzatgansizlar. Ko'p hollarda qoldirgan naslning barchasi voyaga yetmay nasl berishga ulgurmaydi. Ularning ko'pchiligi shaxsiy taraqqiyotning turli bosqichlarida nobud bo'ladi. Nobud bo'lish sabablari har xil. Oziqaning yetishmasligi, dushmanlarning hujumi, ob-havoning noqulay kelishidir. Binobarin, har bir tirik mavjudot yashash uchun va nasl qoldirish uchun doimo kurashadi. Darvin yashash uchun kurash iborasini keng ma'noda, ya'ni organizmlarning o'zaro hamda anorganik tabiatning noqulay sharoitlari orasidagi murakkab va xilma-xil munosabatlarini, shuningdek, normal nasl qoldirish layoqatini tushungan. Yashash uchun kurash xillari. Darvin yashash uchun kurashning 3 xil. Birinchi, har xil turga kiruvchi organizmlar orasidagi kurash. Ikkinchi, bir turga kiruvchi organizmlar orasidagi kurash. Uchinchi, organizmlarning anorganik tabiatining noqulay sharoitlariga qarshi kurash kabi formalarni farqlagan. Har xil turlarga mansub organizmlar orasidagi kurash. Har xil turlarga mansub organizmlar orasidagi kurash nihoyatda turli tumandir. Chunonchi, bo'ri va tulkilar tovushqonlar bilan oziqlanadilar. Shunga ko'ra bo'rilar bilan tulkilar, shuningdek, tulkilar bilan tovushqonlar orasida doimiy yashash uchun o'zaro kurash kuzatiladi. Yirtqich o'lja, parazit va xo'jayin munosabatlari turlar aro yashash uchun kurashning yana bir ko'rinishidir. Markaziy Osiyoda ko'p tarqalgan Hind maynasi chigirtkalar bilan ham oziqlanadi. Chigirtkalar chumchuqlar uchun ham ozuqa sanaladi. Binobarin, maynalar bilan chumchuqlar orasida raqobat yuz beradi. Tuyoqli hayvonlar o'simliklar bilan oziqlanadi. O'simliklar bilan chigirtkalar ham oziqlanadi. Chigirtkalarning tez ko'payishi tuyoqli hayvonlarning och qolib o'lishiga sabab bo'ladi. Ikkinchi tomondan tuyoqli hayvonlar hayoti yirtqich hayvonlarga bog'liqdir. O'simliklarning mavjudligi faqat o'txo'r hayvonlargagina emas, balki ularning changnatadigan hasharotlar, shuningdek boshqa o'simliklar o'rtasida bo'ladigan raqobat bilan ham aloqadordir. Joy uchun kurashda kulrang kalamush asta-sekin qora kalamushni siqib chiqara boshlaydi. Avstraliyaga Yevropadan olib kelingan oddiy ari nayzasi yo'q, kichik mahalliy arini siqib chiqaradi. Turlar orasidagi yashash uchun kurash unchalik shiddatli bo'lmasligi mumkin. Bunga asosiy sabab har turga mansub organizmlarning oziqasi turli xil bo'lishidir. Tulkilar ham o'z navbatida faqat tovushqonlar bilan emas, balki sichqon, kirpi va qushlar bilan ham oziqlanadilar. Bir turga kiruvchi organizmlar o'rtasidagi kurash. Yuqoridagilardan farqli ravishda bir turga kiruvchi organizmlarning oziqa, yashaydigan hudud va hayot uchun zarur bo'lgan boshqa omillarga nisbatan talabi o'xshash bo'ladi. Bir turga kiruvchi qushlar orasida uchish paytida uya qurish uchun joy tanlash bo'yicha raqobat ro'y beradi. Sut emizuvchi hayvonlar qushlarda erkak organizmlar o'rtasida urg'ochi organizmlar bilan qo'shilish uchun kurash ketadi. G'o'za, bug'doy va boshqa o'simlik urug'lari zich ekilganda ular orasida yorug'lik, namlik, oziqa uchun raqobat kuzatiladi. Oqibatda ular nimjon bo'lib o'sadilar. Bir turga kiruvchi daraxtlar, butalar orasida ham bunday holat kuzatiladi. Shox shabbasi keng quloch yozgan eng baland daraxtlar quyosh nurining ko'p qismini tutib qoladi. Ularning baquvvat ildizi sistemasi tuproqdan ko'proq suv va unda erigan mineral moddalarni shimib oladi. Buning hisobiga qo'shni daraxtlar zaif bo'lib o'sadi yoki o'sishdan to'xtab nobud bo'ladi. Bir tur ichidagi kurash eng shiddatli bo'ladi. Chunki bir tur individlarning hayotiy ehtiyojlari bir xil bo'ladi. Organizmlarning anorganik tabiatning noqulay sharoitlariga qarshi kurashi. Anorganik tabiat omillari organizmlarning rivojlanishiga, yashab qolishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Kuz kelishi bilan bir yillik o'simliklarning hammasi, shuningdek ko'p yillik o't o'simliklarning ham yer ustki qismlari nobud bo'ladi. Tuproq ostida ularning urug'i, ildizi, tuganaklari,
piyozlari saqlanib qoladi. Ko'pchilik hayvonlar, masalan, suvda va quruqlikda yashovchilar, sudralib yuruvchilar karat holatga o'tadi. Qushlar migratsiya qiladi. Sut emizuvchilar qishki uyquga kiradi. Organizmlar orasidagi munosabatlardan insonlarning foydalanishi. Bir turga kiruvchi organizmlar orasida yashash uchun kurash shiddatli bo'lishini e'tiborga olib, yangi bog'lar tashkil qilinayotganda mevali daraxtlarning turiga qarab ko'chatlar ma'lum oraliqqa ekiladi. Sun'iy yo'l bilan o'rmonlar barpo etilayotganda tuproqqa zamburug' gifalari solinib, mikoriza hosil qilinadi. Respublikamizdagi ko'llar, suv havzalarida baliqlarni sun'iy yo'l bilan urchitish uchun avvalo ular yirtqich va uncha ahamiyati bo'lmagan baliqlardan tozalanadi. Shundan keyin suv havzalarida xo'jalik uchun ahamiyatli hisoblangan baliqlar ko'paytiriladi. Ovchilik xo'jaligini ilmiy asosda olib borish uchun hayvonlar biologiyasi, ya'ni urchish davri, nasl miqdori, ularning voyaga yetish muddati, nimalar bilan oziqlanishi, organizmlar orasidagi munosabatlar diqqat markazida bo'ladi. Yirtqich hayvonlar, bo'ri, tulkilar yo'qotilayotganda ularning sanitarlik roli, ya'ni o'ljalar orasida nimjon, kasal individlar ko'plab yo'qotilish hisobga olinadi. Madaniy o'simliklarga qaraganda yovvoyi o'simliklar yashovchan bo'ladi. Ular madaniy o'simliklarning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmasligi uchun o'toq qilinib, begona o'tlardan xalos etiladi. Zararkunanda hasharotlar, hasva, olma qurti, ko'sak qurti, shira va hokazolarga qarshi kurashda mikrofanus, tilako'z, trixogramma, afilunus, tugmacha qo'ng'izlardan endobakteriyalar tarqatiladi. Zararkunanda hasharotlarga qarshi kurashga hasharotxo'r qushlar, chunonchi, chug'urchuq, chittak va boshqalar jalb qilinadi. Chetdan changlanuvchi o'simliklardan yuqori hosil olish uchun asalaridan foydalaniladi.